Joning sog' bo'lgur, mashalloh. Hammaga nasib qilsin. Tug'aman deyadi bu joning sog' bo'lgur. Assalomu alaykum. Chorva Mahsir kanali hurmatli obunachilari. Yana bugun o'zimizni mini fermamizdan videoni boshlab qo'ydik. Ozgina video qilib beramiz. Bu ham tuqqan. Bolasi buqacha. Bolasi buqa 3 kun bo'ldi tuqqaniga. 3-qorinda tug'di. Toza chevesi o'raganlar. Mana 20 litr yaqin sut beryapti. O shves bolachasi mana. Nariginimiz sotilgan. Andijonlik akalarimiz olgan. 1-2 kunda olib ketadi. Buqacha shuni bolasi toza urug'dan tushgan. Rossiyskiy ishqiboziga. Mana shu ham hazil mol bas. Bellari ham, korsilari ham katta narsa. Xudo xolasa 30 ta, 25 ta sut qoyil qilib beradigan variant. Krasniy Vyostra. Soskalari ham kevorgan jonivorlar. Mana. Jonivorlar damda olib yotibdi. Bedanalarimiz sayrab yotibdi mana. 91 kodi bilan 398 37 07 ga aloqaga chiqilaveradi. Aka-ukalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Sigir deysizlarmi, bo'g'oz deysizlarmi, hammasidan bor. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz. Kelishib bozing. Mana qora olalarda makoni. Joning sog' bo'lgunlar, maza qilib yotibdi hammasi. Yemlarni yeb, silyoslarni yeb olishgan hozir. Mana qora marvaratida. Mana to'qol deganlarga to'qol, shaqli deganlarga shaqli. Tadan laykni bosib turinglar endi qo'llab-quvvatlab. Chorva Mahsir kanalimizni shuni rivojlantiraylik. Mana shvetlarimiz. Hammasi damda hozir. Mana shu bola hazilagan mol emas. Xudo xolasa bir yaqinlashtirib, tug'dirib video qilib beramiz, ko'rasizlar. Bunimiz ham yaqin. Mana shvesimiz. Janavor. Maza qilib ko'rishani. Xudo xolasa ertaga bir mollarimizni ratsionlari bilan tanishtirib o'tamiz. Obunachilar xudo xolasa chiroyli qilib video qilib beramiz ertaga. Qisqa videolar. Nima yeyapti bular? Ratsioni qanaqa yemlarida bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bo'zayxonamiz. Joning sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Padeshga qilib turasizlar. Videomizni patlisa qilib Chorva kanallariga tarqatib berasizlar. Hammaga nasib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.